Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash doiralari Nyu-Yorkda bir Xitoy shirkatining Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning chashlaridan ishlab chiqarilgan deb qaralgan chash mahsulotlarini obort qilishni to'xtatdi. Doiralar musodir qilingan bu chash va go'zallashtirish mahsulotlarining miqdorining 13 tonna, moddiy qiymatining $800,000 ekanligi e'lon qilindi. Bu mahsulotlarning Xotan viloyati Lop noyasidagi Mission chash mahsulotlari shirkati tomonidan ishlab chiqarilganligi bildirildi. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining amaldori Brant Sims bu haqda bu mahsulotlarning ishlab chiqarilishi ig'ir bir kishilik huquq tajovuzchiligini shakllantirdi dedi. 6-ayning 30-kuni Angliya va G'arbdagi boshqa 27 davlat Xitoy hukumatini davlat bexatarlik qonunining Hong Kong nusxasini yo'lga qo'yish qarorini bekor qilishga chaqirdi va Xitoy hukumatidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xodimlarining Sharqi Turkistonda tekshirish olib berishiga yo'l qo'yishni talab qildi. Angliyaning Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishxonasidagi doimiy vakili Joel Albright, Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Shvetsariya qatorliq 27 davlatga vakil bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga xitob qilib, Xitoyning davlat bexatarlik qonunining Hong Kong nusxasining yo'lga qo'yilishiga ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Bayonotda bu bir xil davlat ikki xil tuzumga xavf olib keladiganligi va kishilik huquqqa aniq ta'sir ko'rsatadi deyildi. Ondan başqa Bilyardvat Beijing doiralaridan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquqi oliy komissarining Sharqi Turkistondagi Xitoy hukumatining Uyg'ur qatorliq millatlarni xohlagancha tutib turish va keng ko'lamda nazorat qilishini tekshirishga qulaylik ta'minlashini talab qildi hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Hong Kong va Uyg'ur masalalari haqida qarorlik dokument berib ta'minlab, yerli kishilik huquq va erkinlikning xalqaro qonun tarafidan qo'g'dilishiga kafolat qilishni umid qiladiganligini bildirdi. Tor bexatarlik şirketi Xitoyning qo'llashiga erishgan xakerlarning 2013-yildan buyon Uyg'urlarni iz qo'llab kelayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Tor tahdidi injeneri Aporova Komar Xitoyning bu yumshoq detali orqali ovchining o'ning izini qo'llashiga o'xshash Uyg'urlar mayli nada qaysi davlatga borsin ularning izini qo'llaganligini aytdi. Mazkur shirkatning dokladida aytilishicha, shirkatning istixborot guruhi Xitoy qo'llagan xakerlar tarafidan Uyg'urlarni nishon qilib taraqqiy qildirgan 4 xil yumshoq detalni bayqagan. Dokladda Xitoyning 2013-yildan buyon Uyg'urlarni nazorat qilayotganligi ilgari surilgan bo'lib, Turkiya va Qozog'iston qatorliq 14 davlatga Uyg'urlarning uning ta'siriga uchrayotganligi bildirilgan. Bu xil yomon niyatli yumshoq detallarning ko'pincha Uyg'urlarni nishon qilganligi, shuning bilan birlikda boshqa musulmonlar va Tibetlarni nishon qilganligi ta'kidlandi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Zhao Lijian Amerikaning Xitoy telegraf shirkatlari Huawei va Zhongshengni davlat bexatarligi tahdid deb qaralganligiga inkos qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi Huawei va Zhongsheng masalasida Amerikaga inkos qaytarib, G'arb davlatlarini kishilik huquqini bahona qilib, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Amerika Federatsiya xabarlash komiteti oldingi kuni Xitoy texnika magnati Huawei va Zhongshengni davlat bexatarligi tahdid deb aniqlaganligini e'lon qildi. Amerika 2019-yil Xitoy texnik shirkati Huawei'ni davlat bexatarligi xiloflik qilish xavfi bor deb qarab, texnika eksportiga chek qo'yishni o'z ichiga olgan amaliy gavda tizimliga kirgizgan. Yevropa ittifoqi bilan Angliya o'rtasidagi savdo va kelgusi munosabatni shakllantiradigan kelishim to'g'risidagi suhbat natijasiz oxirlashdi. Yevropa ittifoqining Angliyaning ayrilish ishlariga mas'ul bosh suhbat vakili Michel Barnier Brusselda elib berilgan oxirgi suhbatdan keyin bayonot e'lon qildi. Bu suhbat 31-yanvar Yevropa ittifoqidan ayrilgan Angliya bilan kelgusi munosabatni belgilaydi. Barnier Chekistondagi mutaxassislar bilan 100 turani suhbatda konkret ilgirlashning bo'lmaydiganligini ko'rsatib mundaq dedi. Bizning maqsadimiz tezdan suhbatlash orqali kelishim hosil qilish. 4 kunlik suhbatga qaramasdan oramizda ro'shan farq bor dedi.